Assalomu alaykum. Hozir katyolga ruchka qo'yapman. Bugun 10-aprel 2025-yil. Ruchkani qanday qo'yapman? Bugun Namanganga borib, bunday katyolga ruchkani olib keldim. Listchicha yuqoriroq ekan, ikkitasini bitta qilib, svarka qilib, orqa taraflarini mana shunday holat kelib, ikkitasini bitta qilib, ruchkani baquvvatroq qilib qilyapman. Hammasi qo'l mehnat. Endi bular lazerda kesildi. Qolgani o'zim mana qilib svirlovda teshib, bunday qilib bolgarkada kesib, mana bo'lganga bor, buni bu yerga svarka qilamiz. Bu bol jicha uzunroq, bir где-то 2-3 mm kesib tashlaymiz. Bunisi bu yerga svarka bo'linadi. Ruchkani baquvvatroq ushlab turish uchun. Mana bittasini уже svarkaladim. Tayyor. Bo'liti jicha qalpog'i kattalik qiladi buni. Bolgarkada chaqlab atrofini atverga tushadigan qilib bo'lit qatirdim. Hozircha rezultat yaxshi. Xudo xolasa bugun ispitaniya qilamiz. Ulgursak. Mana termoregulyatorlar olib keldim. Namangandan. Bu 100 ming so'm ekan. Bugungi holatga. Chinobodda ham bor ekan bu 100 ming so'mga. Namanganda. Bu ventilyatorning skorisi pasaytirib ko'taradigan apparatini. Bu 35 ming so'm ekan. Ventilyator ulitgan deydi kimdir. Endi biz tilimiz ventilyatorda osonroq keladi. Xo'p, 130 lik 220 ga ishlaydi, 50 amper. Kitayskiy 360 ming so'm ekan bu. Bugungi kunda. Bu ham Chinobodda bor ekan, 85 vattlisi 385 ming deb dedi. Buni kattarog'ini olib keldim, shtobi. Katyolimga mos bo'lish uchun. Bu katyol katta. Bu 150-200 kvadratlarga aytaveradi. Yani 85 watt. Bu 130 watt. Negizicha kattaroq bo'lib ketdi. Mana shunga 130 wattli ventilyator oldim. Hozir buni svarka qilsak, shunday qilib qolganlarini ham xuddi shunday qilamiz. Xudo xolasa, yana ikkitasi qoldi. Bizdan uzoqlashmay, Alloh kuch-quvvat bersin, harakat qilaveramiz.